Ming afsus azizlar, agar bu gaplar aytilmasa, kommentariyalar, Telegram chatlar va Telegram guruhlarda odamlar masalani tushunishga emas, bir-birini yengishga urina boshlagan. Hozir bu mavzuda har kim gapiryapti, har kim fikr bildiryapti, har kim o'zini haq deb hisoblayapti. Lekin bir savol bor. Haqiqatdan ham adolat tarafida kim turibdi? Fikr bildirgan odammi yoki olovga yog' qo'yayotgan odammi? O'ylab ko'rish kerak, to'g'ri emasmi? Hozir men sizlarga shoshilmay, ehtiroslarga berilmay, bir juda ham chuqur masala haqida gapirmoqchiman. Bu gaplar kimnidir oqlash uchun emas, kimnidir butunlay ayblash uchun ham emas. Bu gaplar adolatli qarash haqida. Hatto chunki janjal bo'lganda ham birgina haqiqat o'zgarmaydi. Nohaqlik baribir nohaqlik bo'lib qoladi. Kimga nisbatan bo'lishidan qat'iy nazar. Muhim haqiqat, bugungi muhitga qarang. Telegram chatlar, Telegram guruhlar, mavzuga oid yoki undan tashqari bo'lgan kommentariyalar, har yerda bahs, har yerda tortishuv. Lekin afsuski bu bahslarning katta qismi fikr almashish emas. Afsuski emotsiya almashishga o'tib ketgan. Odamlar faktlarni kutmay hukm chiqarmoqda. To'liq manzarani ko'rmay qaror chiqarishyapti. Bu esa odamlar uchun juda ham xavfli narsa. Chunki ommaviy emotsiya ba'zan adolatni ko'rmay qoladi. Insonlarning uzoq yildagi mehnatlari mana shu emotsiyalarni deb ko'rinmay qoladi. Ba'zilarning bir daqiqalik xatolari esa ommaviy mavzuga aylanib qoladi. To'g'risini tan olaylik, bu narsa adolat emas. Haqiqatdan ham bo'lishi mumkin. Chinakami yomon niyatda yurgan radikallarning maqsadi ham bo'lishi mumkin. Chinakamiga tinchlikni ko'rolmagan, ko'r-ko'rona yurgan insonlarning ham maqsadlari bo'lishi mumkin. Bu yerda biz faqat adolatga ishonadigan, erkin muloqotga sabr-bardosh bera oladigan, adolatli qonun tarafi bo'la oladigan odamlar uchun ushbu videoni qildik. Siz albatta kommentariyalarda o'zingizni fikringizni qoldiring. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Bu yerda biz ochiq va pozitiv haqiqatni aytib o'tamiz. Nega bu narsa sodir bo'lyapti? Ijtimoiy psixologiyada yana bir tushuncha bor. Odamlar ko'pincha fikrga emas, ta'sirga reaksiya qilishadi. Kimdir qattiq gapirsa, odamlar shuni qo'pol tarzda muhokama qilishadilar. Kimdir emotsiya bilan chiqsa, shuni asosiy mavzuga aylantiradilar. Lekin asosiy mazmun orqada qoladi. Haqiqat esa ko'pincha shovqin orqasida qolib ketadi. Aytilib o'tiladigan shaxslar haqida bu mening fikrim. Bugun men 3 shaxs haqida gapirib o'taman. Lekin bu yerda bir narsani aniq aytib o'tish kerak. Men ularni butunlay himoya qilmayman. Men ularni butunlay ayblab o'ttirmayman ham. Chunki men ularni butunlay ayblash fikrim ham yo'q. Boshidan. Men faqat ularning faoliyati davomida adolatli ishlar haqida gapirib beraman. Afsuski so'nggi paytlar buni ko'pchilik unutib qo'yapti. Chunki bu yerda gapirilayotgan 3 shaxs tasodifiy shaxslar emas. Ularning uchalasi ham jamiyatda o'ziga xos ta'sir doirasiga ega. Har birlari turli sohada ish olib boradi. Xalqimizda maqol aytgandek, yomondan hech narsa qolmaydi, yaxshidan esa daraxt ham unadi. Abror Muxtor Ali haqida. Keling, avval Abror Muxtor Ali haqida gap olib boraylik. Abror domilla uzoq yillardan beri diniy va ma'naviy mavzularda ko'p yillardan beri chiqish qilib kelayotgan inson. U kishining asosiy yo'nalishi diniy ezgulik, axloq va tartib orqali tushuntirish. Bu juda ham nozik soha, chunki din haqida gapirish oson narsa emas. Din haqida gapirgan odam doim ikki bosim orasida bo'ladi. Bir tomonda radikal fikrlarning hujumlari, ikkinchi tomonda dinni umuman qabul qilmaydiganlar fikrlari. Shu ikki bosim orasida turish uchun faqatgina bilim emas, sabr ham juda ham kerak. Shuning uchun diniy sohadagi insonlarning atrofida bahslar doim bo'ladi. Bu tabiiy holat. Lekin bir narsani unutmaslik kerak. Insonni baholashda uning bir chiqishini emas, uning umumiy yo'llarini ham hisobga olish kerak. Abror domilla bu darajaga bir kunda kelmagan. Buning ortida yillar bor, tajribalar bor va nihoyat har bir inson ham ko'tara olmaydigan tanqidlar ham bor. Shuning uchun adolatli yondashuv shunday bo'lish kerak. Kelishmaslik mumkin, tanqid qilish mumkin, lekin haqorat qilish bu juda ham boshqa narsa. Barchamiz bilamiz, Abror Muxtor Ali o'z faoliyati davomida radikallashgan odamlarga qarshi qattiq pozitsiyada turgan va bu narsalar haqiqatdan ham hurmatga loyiq nuqtai nazar. Ming afsuski, chatlarda va kommentariyalarda ko'rib turganimizdek insonlarning qanchalik razillik nuqtalariga o'tib ketib qolganini ko'rishimiz mumkin. Vaholanki, ilgari qilingan yaxshi ishlar, to'g'ri ma'noga keltirilgan misollar, chindan ham ma'naviy jihatda xalqqa xizmat qilgan nuqtalarni ko'pchilik esdan chiqaryapti. Sizlardan iltimos, hurmat degan narsa nafaqatgina tashqarida bo'lish kerak, balki o'zingizda, ongingizda va ichingizda bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi shaxs haqida gaplashamiz. Sirojiddin Media. Bu inson jurnalistik faoliyati bilan tanilgan. Jurnalistika oson soha emas. Chunki bu soha doim savol beradi. Jurnalistika sohasida noqulay savollar
qulay savollardan ko'ra ko'proq jamiyatning og'riqli masalasini olib chiqadi. Ko'pincha ba'zi bir odamlar gapirishga qo'rqadigan mavzular ham jurnalistlar tufayli ommaga chiqadi. Shuning uchun jurnalistika atrofida ham bahslar juda ham ko'p bo'ladi. Sirojiddin Media ham juda ham ko'p tanqidlarga uchragan va bu narsalar tabiiy holat. Chunki har qanday faol jurnalistlar ham doim ikki narsaga duch keladi. Birinchisi tanqid, ikkinchisi bosim. Lekin tanqid va haqorat o'rtasida juda ham katta farq bor. Tanqid fikrga tegadi, haqorat esa shaxsga tegadi. Tanqid dalil talab qilmaydi. Haqorat esa faqatgina emotsiya bilan cheklanadi. Shuning uchun jamiyat uchun muhim bir savolni beraman. Ya'ni sizlar uchun. Kommentariyada albatta fikringizni qoldiring. Haqoratlarsiz. Biz fikrlarni muhokama qilyapmizmi yoki aniq bir insonlarnimi? Bu savolning ikkinchisi mutlaqo boshqa narsa. Sirojiddin Media o'z faoliyati davomida ko'pgina imkoniyati yo'q insonlarni ovozini xalqqa olib chiqib bergan va ularning muammolariga amaliy yordamini ko'rsatgan. Shu yerda aytish mumkin, Abror Muxtor Ali Sirojiddin Media tarafkashlarning haqoratiga loyiqmi? Bu savollarni albatta o'zingizga bering. Endi esa uchinchi shaxs haqida gaplashamiz. Otabek Jurrayev. Otabek Jurrayev blogerlik faoliyati bilan tanilgan. Uning ish uslubi harakat, muammoli holatlarga kirish va ushbu holatlardan qonuniy yo'l qidirish. Afsuski, bu ham oson yo'l emas. Boshida noto'g'ri deb tuyulgan qarashlar oxirida qonuniy yechim topganida to'g'ri bo'lib chiqishi hammaga ma'lum. Chunki ko'pchilik muammoni ko'radi, lekin aralashmaydi. Faqatgina kommentariya va fikr bilan cheklanib qoladi. Kimdir esa muammoga kirib uni hal qilishga urinadi. Bu ikkisi o'rtasida juda ham katta farq bor. Bunda insonlar atrofida ham tortishuvlar ham paydo bo'ladi. Lekin yana bir narsani unutmash kerak. Insonlarni bir lahza bilan o'lchash oson, ayniqsa omma oldida chiqayotgan insonlarni. Lekin ularning butun yo'lini va xalqqa bo'lgan xizmatini ko'rib, ularga baho berish bu adolatli fikr deb o'ylayman. Otabek Jurrayev ham xuddi Abror Muxtor Ali Sirojiddin Mediaga o'xshab, o'zining faoliyati davomida haqiqiy insonparvarlik, haqiqiy jasorat nima ekanligini ko'p marotaba isbotlagan. Afsuski, ularning har uchalasini fikrini ham, faoliyatini ham inobatga olmasdan turib, o't olmagan xashakka yog' sepayotgandek bo'layotganlar ham bor. Azizlarim, kim haqida gap ketmasinki, iltimos sizlardan. Biz hammamiz bir millatning farzandlari, bir millatning erkin va ozod fuqarolari, har birimizdan ko'ra xalqqa ko'proq foydasi teggan odamlarni bu darajaga chatlarda, kommentariyalarda haqorat qilishni bas qiling. Ularning har uchalasining ham maqsadi birgina: xalqqa, O'zbekistonga, yurtga xizmat qilish. Agarda bu borada sizning boshqacha fikringiz bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin. Faqat tafakkur va adolatga tayanib. Haqoratsiz albatta. Kanalga obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Videoga like bosish kanalimiz rivojlanishi uchun hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Nega heytlar ko'paymoqda? Bu yerda biz umumiy psixologiya haqida gapirib o'tyapmiz va ushbu narsani davom ettiramiz. Albatta oxirigacha ko'ring. Hozirgi davrda ijtimoiy tarmoqlarda bir muammo bor. Eng asosiy muammo shundaki, ijtimoiy tarmoq orqali radikallar ham, O'zbekiston fuqarolari, ya'ni siz va bizni tinchligimizni ko'ra olmaydigan odamlar juda ham mo'maygina va ularning trolliklari bundan keyin ham davom etadi. Har uchala shaxs ham uzoq yillik faoliyatini inobatga olgan holda bugungi kunda har birimizga adolatli va xavfsiz tushuncha berishga qaratilgan shaxslardir. Ijtimoiy tarmoqlarning yana bir muammosi shundaki, odamlar heytlarga qarab, provokatsion videolarga qarab tez hukm chiqarishmoqda. Faktlar chiqmasdan oldin qarorlar qabul qilishga o'tib ketishgan. Bu ommaviy emotsional reaksiya deb ataladi. Odamlar guruh bo'lib fikrlaydi. Kimdir bir fikr aytsa, boshqalari esa shu narsani takrorlab boshlaydi. Bu esa haqiqatni topishni qiyinlashtiradi. Eng muhim narsa shunda. Men bu yerda bir aniq narsani aytmoqchiman. Uch insonning hammasi ham bir xil emas. Uslubi boshqa, yo'nalishi boshqa, auditoriyasi boshqa. Lekin bitta umumiy narsa bor. Har bir jamiyatga qandaydir ta'sir qiladi. Shuning uchun ularni baholashda ixtirosli emas, balki bir ozgina har bir kishiga insof kerak. Heyt haqida gapirsak, heyt bu fikr emas. Ba'zi hollarda provokatsiya ham bo'lishi mumkin. Haqoratlar esa bu pozitsiya emas. Bu narsalar shunchaki emotsiya. Kim bilandir fikrlar orqali kelishmaslik mumkin. Lekin bu insonni pastlash uchun sabab bo'lmashi kerak. Qayta-qayta aytishdan hech qachon charchamayman. Bu yerda gapirilayotgan har bir shaxs O'zbekiston uchun o'zining eng kerakli nuqtai nazarlarini chiqaryapti va har biri hurmatga loyiq. Oddiy falsafa xulosa bilan aytsak agar, heytda bir qoida bor. Odam ko'pincha boshqada o'zi tuzatmagan narsani qattiq ko'radi. Shuning uchun janjallar ba'zan inson haqida ko'proq ma'lumotlarni beradi.
Kim haqiqat izlayapti, kim g'alaba izlayapti, kimlar haqiqatdan ham vaqtdan foydalanyapti. Har bir uchala pog'onada ham juda ham katta farq bor. Yodda tuting. Ertangi kunda bugungi bahs ham tugashi mumkin, lekin odamlar yozgan so'zlar qoladi. Shuning uchun har bir inson o'z so'zlari uchun javobgar. Adolat degani bu bizga yoqqan insonni himoya qilish emas. Adolat degani bu kimga bo'lishidan qat'iy nazar nohaqlikni nohaqlik deb aytish afzal. Shuning uchun bu yerda mening pozitsiyam juda ham oddiy. Bahs qilish mumkin, umuman kelishmaslik mumkin, lekin inson bo'lib qolish kerak. Bu hattoki diskussiyada 2 inson yoki 3 insonning muloqoti, balki heytlarda kommentariya qoldirganda ham. Chunki oxirida hamma narsa bir joyga kelib taqaladi. Nohaqlik baribir nohaqlikdir. Bu faqat vaqt masalasi. Azizlarim, kelinglar, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, agar siz haqiqatdan ham O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, O'zbekistondek mana shunday ajoyib yurtingizni, kinnik qoningiz to'kilgan mamlakatni chinakami qadrlasangiz, mana shu uchala shaxsni ishini iltimos sizlardan qadrlang, himoya qiling, hech qachon tarafkash bo'lmang. Bu insonlar qachondir o'zlari kelishib, maqsad bir ekanligini tan olishadilar. Ular bu to'siqlardan o'tib ketadilar. Agar siz adolat tarafdori bo'lsangiz, har uchalasiga ham neytral fikr bildirasiz va har uchalasini ham o'z ishlari faoliyatida qo'llab-quvvatlaysiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Agarda bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bir ayolning ishi bo'yicha olib borilayotgan fikrlar nima bo'lishidan qat'iy nazar, yuqorida misol keltirilgan odamlarni haqiqatdan ham xalq va insonlar uchun foydali qilgan ishlarini unutmaslik kerak. Biz ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Sizga xayru barakot, Allohdan boshingizga iymoningiz va omadingizni soyabon qilishini tilab qolamiz. Agarda nasib etsa, kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'linglar azizlar. O'ylaymanki, yuqorida aytilgan so'zlar qalblaringizni to'ridan joy oldi. Salomat bo'ling.